Juda ko'p bemorlarim aynan ro'za paytida, misol uchun skleroterapiya muolajasini yoki lazer operatsiyasini qilsa bo'ladimi deb savol berishadi yoki bo'lmasam, "Yo, ro'za o'tib keyin qildiraman, ro'za paytida mumkin emas" degan gaplarni aytishadi. Men hozir bir video ko'rsatmoqchiman. Judayam kerakli bo'lgan, shu buyuk insonni judayam vaqtida shu videosi menga kelib qoldi. Xudoning o'zi berdi menga bu videoni. Ko'ring. Ro'za vaqtida o'sha ukolmi, tish tozalashmi, boshqanimi iftordan keyin, saharlikdan avval qilish kerak. Shunga tartibga solishga urinish kerak. Endi mabodo doktorlar aytayaptiki, siz kasalingiz shuki, kunduzi ham, kunni o'rtasida ham ukol olishingiz kerak. Boshqa bo'lish kerak. Shuni qilamiz desa, ulamolarimiz tekshirib hamma narsasini o'rganishib ko'rdi. Ukol bo'lsa, ukolni oziq-ovqatni o'rniga bosish uchun hiyla tarzida qilmasagina bo'ldi. Dori yuborish maqsadida, shifolanish maqsadida bo'lsa, ro'zasi ochilmaydi, xudo xolasa. Hamma ulamolar shunga ittifoq qilishgan. Mana shu joyi juda ham muhim narsa edi. Bizning muolajalarimiz paytida oziqlantiruvchi hech qanaqa modda tomir ichiga kirmaydi. Tomir kesilmaydi, chiqadi. Narkoz olmaydi bemorimiz. O'rnidan turib bemor yana ro'zador bo'lsa ham o'rnidan turib o'z ishlarini qilib ketaversa bo'ladi. Shuning uchun ro'za paytida bizning amaliyotlarni amalga oshirsa bo'ladi. Qo'rqmasdan kelsanglar bo'ladi.